Qadrli ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Dehqonlarda bo'layotgan Şinjan Sabah Madaniyat taraqqiy chekish shirkati ishlagan Şinjan Abida kasbiy pay chekish shirkati tajdorligini olgan Sabah kuyi programmasi. Sabahdan boshlangan har bir ishlaringlar, har bir qadamlaringlar barakatli bo'lsin. Qadrli do'stlar, kishilik hayotning ahamiyati balkim yaxshi ta'sir paydo qilib, shu orqali atrofga texim ko'p kishilarni yaxshi yashatqizish bo'lsa kerak. Sabah kuyi programmamizning pərdə aldidagi və pərdə arqasidagi barliq xodimlar har bir do'stlarga mana shunday yaxshi ta'sir paydo qilib, chiroyli kuylarimiz orqali sizlarga huzur bag'ishlashni o'zimizga vazifa qilib keldik. Bu sam programmamizning aziz mehmonlarini sahnamizdan o'rin olg'izdik. Sizlarni qarshi olamiz. Rahmat. Bu ishga aziz mehmonimiz ko'pchilikga intayin tanishlik. Ya'ni oldingi sam programmalarimizda o'zining chiroyli kuylari orqali hammamiz uchun xizmatda bo'lgan, amsa o'z og'zidan salomlarni anglaymiz. Qani? Salam ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, ovoz artisti Naqshchi Gulbahor Ro'zdan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Sabah Madaniyat taraqqiy chekish shirkatining Sabah programmasi orqali sizlar bilan yana bir qatim didorlashganligimdan to'liq xursand bo'ldim. Qarshi olamiz. Rahmat. Salam Sabah programmamizning aziz ko'rmanlari. Şinjan Muqam ansambl naqshchisi Muhammad Tursun Baratdan sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin, oliy ehtiromlar bo'lsin. Sabah programmasi orqali yana bir qatim sizlar bilan didorlashganligimdan to'liq xursandman. Rahmat. Rahmat, qarshi olamiz. Endi har qaytimda mushu birdan san'atkorlarimiz chiqib biz uchun xizmat qilayotgan. Bugun bu ishga chiqyapti. Bu yerda bir hikoya iboda qilib turdi. Onun ustiga men bayatdan mushu sahna orqasida turib qarsam, bu ishga intayin bir muhabbatlik temani tang aytayotdi-da. Shundan bu ishga nima nomer tayyorlab kelgandi deb mendan bir savol paydo bo'lib qoldi. Sabah kuyi sahnamizda bu ishga yoki bir mahsulot chiqarganmidi? Ya yangi naqsha kelganmidi? O'zini og'zidan bir anglab boqaylik. Bugun nima xizmatda bo'laylik deb kelgansizlar? Bugun şu bizniki elga tunilgan, elham söygen bizniki ovoz artistimiz ataqliq naqshchi Gulbahor Ro'z xonim bilan uzundan buyon men bir qo'shiqchilik naqsh aytadigan bir planim bor ham uzulama deyishgan. O'tganda mishaga shu ko'rmanlarga bir yolg'iz naqshimizni sunish bilan birga mishada shu planni deyishgan tuqchu. Bir qo'shiqchilik naqshidan hozirgi shu vaqtlarda naqshchilardan yolg'iz aytgan naqshlar ko'p, qo'shiqchilik naqshlar ozroq shu o'ylashib deyishib bir naqshni taqdim etaylik shu programma orqali mustan orqali deb shu gapni deyishib biz plan qilgan. Qisqa vaqt ichida bu bizniki shu ataqliq shoirimiz Anvar Abdurahim akamizniki muhabbat bilan degan temizdagi bir she'riga muhabbat bilan degan bir muzikasini ishlab buni bitirib ishlaygan shu qisqalik ichida shu do'stlarga sunish oldida bugun pishib yetilib bugun biz saniga keldik. Do'stlarimizga ishlayganning hamkorligida muhabbat bilan degan naqshimizni taqdim etdik. Bo'ladi. Muhabbatni iborat bu mangulik tema, do'stlikni, andin ayollar o'tirisidagi muhabbatni, ona bola o'tirisidagi muhabbatni qatorliq nurg'unlagan minnatdorlik tuyg'usi bilan jug'ilgan nurg'un muhabbatni o'z ichiga oladi ekan. Undaqda bugun Gulbahor Ro'z xonim bilan Muhammad Tursun apandim ep kelgan bu muhabbat kuyida nima ta'sirini qilgandi? Birlikda anglab boqaylik. Qani? İçilmez bağlada daim yaşlık mı kiter yiraklap yarim. Güller içilmez bağlada daim yaşlık mı kiter yiraklap yarim. Muhabbet bilen kırmaz dıllar, muhabbet bilen büyük armani. Muhabbet bilen kırmaz dıllar, muhabbet bilen büyük armani. Hayat yıldızı çatmamaz daim, aman bir günü üçümüz yarim.
Aman bir günü üçümüz yarim. Muhabbet bilen güzel bu dünya, muhabbet bilen ulug' Gulxonim. Muhabbet bilen güzel bu dünya, muhabbet bilen ulug' Gulxonim. Altın koyaştek bulaylı yarim, kalbimizden nur tükürsün daim. Kalbimizden nur tükürsün daim, tükürsün daim. Muhabbet bilen yuridu tünler, muhabbet bilen güler baharim. Muhabbet bilen yuridu tünler, muhabbet bilen güler baharim. Muhabbet bilen yürüdü tünler, muhabbet bilen güler baharim. Muhabbet bilen güler baharim. Haqiqatan mu ijodiy kuy demasa agar xuddilik xalq ohanlaridek anglanadigan anda mau milliy muzikalar tankash bo'linib haqiqatan bek chiroyli bir naqsh bo'pti. Sizlarga muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Endi Gulbarada balki menda bunday hamkorlik ancha ko'p bo'lmasligi mumkin. Shundan siz asosan yolg'iz naqsh o'rlaysiz. Qanday qilib Mehmet Tursun akamizni bu naqshni ma'qul deb qolgansiz? Mehmet Tursun Barat efendim Abdunum rayonluq muqam ansamblining ataqlıq naqshchisi ham ijodiyatchisi, ko'p qirliq san'atkor. Burunda naqshlarini men yaxshi ko'raman. Xalqimiz intayin yaxshi ko'rib anglaydi. Mush yaqinda menga shu muhabbet bilan degan naqshini avatibdi, she'rni avatibdi Gulbara xonim. Hozir endi yolg'iz kishilik naqshlar bek ko'p, qo'sh kishilik naqshlar bek ozlab ketdi. Ikkimiz hamkorlashib mush naqshni ezsak, sizning ovozingizga tushidi ekan deb avatibdi. Rost degandek bu melodiya bek chiroyli, go'zal melodiya bo'pti. Men shunday yaxshi ko'rib aytdim. Şunun bilan bugun sabah programmasiga Tonurdan issiqla olib chiqib naq maydonga olib keldik. Bek yaxshi bo'pti. Mush munosabat bilan Mehmet Tursun apandimigimi rahmat. 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 Demak endi men bugungi shu suhbatimizning beshini kishilarga yaxshi ta'sir paydo qilish haqida boshlagandim. Haqiqatan menda ikkilarning hamkorligida bugun texim ko'p kishilar bundan oziq oldi, texim yaxshi yashashga o'zida umid paydo bo'ldi, ham chiroyli kuylar bilan 10 minutini night manlik o'tkazdi deb o'ylayman. Rahmat sizlarga. Sizga rahmat. Sizlarga rahmat. Sizga rahmat. Mush munosabat bilan Sabah madaniyat tarqitish cheklash shirkatiga alayda rahmat aytaman. Jafo chekdinglar. Sizmi jafo chekdingiz? Rahmat. Daim kelib tursanlar biz bek xushal bo'ldik ekanmiz. Chunki har bir qatim kelganlarda hoy, yana bir yangi ijodiyat kelibdi-da, yangi bir naqsh kelibdi-da deb bek xushal bo'lamiz. Nurg'un do'stlarimizmi shu kunda yangi naqsh anglayotganligidan intayin xursand ekanligini dedi. Endi har san programmamizni mana shunday nurg'ulg'an korxonchilar aktivlik bilan qo'llab kelyotdi. Mush fursatda Xinjiang Sabah madaniyat tarqitish cheklash shirkati ishlab ko'pchilikning huzuriga sunayotgan, hammalarga ma'naviy zo'q ato qilayotgan shu Sabah kuy programmamizni izchil qo'llayotgan barliq korxonchilarga chin qalbimdan rahmat aytaman. Ishlaringlar texmo o'ngishli, barakatli bo'lsin. Endi sekimiz qaraydigan bo'lsak, nayt umoqqina podliklarda hozir qahvalar turibdi. Qahva ichishga cho'qimsiz bek amroq. Yaxshi ko'raman. Sizchi? Amroq. Men qahva ichamayman, chunki hamda uyqumni buzib qo'yamu deb o'zim chiqishda qo'rqaydi ekanman. Hamda balkim o'zimdagi amal bo'lishi mumkin. Lekin shu yinimda biroz o'tirib qahva ichsa, mizlik furab kelsa, undan bek hozir olaman. Endi hozir shu sahnimiz sizilgan bu umoq podliklardagisi bo'lsa, hammamizga intayin tanishib bo'lgan
Abida markasida ishlangan qahvalar ekan. Abida deganda tilga olgan vaqtimizda 7 yoshdan 70 yoshgacha hammalar intayin yoqtirib ichgan. Abidaning ana shu Toming potlikidagi Abida soda suyi balkim eng oldi bilan insonlar kelish mumkin. Hozir davatqichilik mening bir xil miyalarim g'uj-g'uj bo'lib ketdi. Chunki Abida soda suyining ta'mini haqiqatan men bek yaxshi ko'raman. Tomoqni jiq yeyolmiz biz, uni bek quvvat yeymiz. Ana shu qo'y sho'rpalarini ichib bo'lgandan keyin go'shtlarni yeb bo'lgan keyin pololarni yeb bo'lgan keyin Abidadan birini ichib etdi. Hammalar shundoq bir xil oshqozimiz rahatlanib desib ketadi. Endi Abida shirkati hozir qurilganiga 16 yildan eshibdi. Bu jarayonda to'xtamay taraqqiy qilib, har bir soha, har bir kasbdagi, har bir korxonachining ilgarishiga turtki bo'lib kelyapti. Hozir ham saktimizdan o'rnagan bu qahvalar bo'lsa, birsi mana bu qandsiz qahva ichimlik ekan. Mau bo'lsa Abida moka qahvasi ekan. Demak bu ikkisining ta'mi ikki xil tangshilib, birsi qandsiz, birsi qandli ekan. Amdayliqi diabet kasali bor yoki qandsizroq narsalarni iste'mol qilsam bo'ldi degan do'stlar uchun ma'ni anan o'zininki qahva ta'mi bo'yicha ichsam bo'ladi yoki sal tatliqroq ichsam bo'ldi deganlarga buni tavsiya qildik. Amsa hozir turmush saviyamiz yuqori ko'tarilib ketyapti. Shuningga moslashib bizningki oila va turmush xizmatiga besimimiz yuqori bo'lib ketyapti. Shundan chiqqan shundaq vaqtlarda horg'inlikni tugitib bizni texim ruhli qiladigan qahva ichkimiz kelib qoladi. Amsa do'stlarga bugundan e'tiboran mushu Abidaniki xilma-xil ta'mdagi qahvalarni tavsiya qilsak, sizlar tetib ko'ringlar. Chunki xalqning bahasi eng adil bo'ladi. Undan boshqa mana bugungi saktimizda Abida shirkati izchil ishlab chiqarayotgan o'zining xilma-xil ichimliklardan mushu qahvalar va boshqa yolpuz ta'mli xilma-xil ichimliklardan yeshiklab tayyor qilib qo'ydi, lekin yeshikni bu yerga ko'tarib chiqolmadim. Shunga sizlarga mana shu sumkada o'zim ozroq ko'nglimizni ifodaligimiz keldi. Rahmat. Rahmat, rahmat. 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 Uydagilar bilan birlikda ichaylik, lekin bakash ichib olmayli, ruhlanib ketib kecha hech uxlamay do'yin o'ynaygan chiqib qoldi. Qadrli do'stlar, bu san programmamizning mazmunimiz balkim sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Har sonimizda 10 minutda sizlarga cho'qim ahamiyatli mazmunlarimiz orqali xizmat qilishga tayyormiz. Undaqda biz at ko'rishaylik, sizlarni yana davomli qarshi olamiz. Rahmat. 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 At ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Güller içilmez bağlarda daim, yaşlık mı gider yiraklap yarim. Güller içilmez bağladı daim, yaşlık mı gider yiraklap yarim. Muhabbet bilen kırmaz dıllar, muhabbet bilen büyük armani.